Assalamu alaikum. Bugün neçə parçaga bölüp nahveden tarqıtman. Avval təksir cevherlerden başlayımız. Kitap okuşup görüp neçə aldım. Bugün təksir cevherlerinin ikinci tomdan başlap oxup vermeye. Müşü birinci kısım part 1 bugün müşedin bugün o yetibet kitap okuyma. Şu kısım Türkçe oldu. Bismillahirrahmanirrahim. Nâiti şefkatlik, tolumu mihriban Allah'ın isminden başlayayım. وَاَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ. Ey Peygamber, biz sana bu Kur'an'ı insanlara düşürülgen ahkamlarını bayan kılıp versin. Ular tefekkür kılsın dep nazil kıldık. Nahl Suresi 44. ayet. وَاِذْ أَحَزَ اللّٰهُ مِيثَاقَ الَّذ۪ينَ اُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Öz vaxtida Allah kitap verilgenlerden kitapni kişilerge çokum bayan kılıp verisler ve yoşurmayslar dep ahdi algandı. Mondarıcı kısmını müştakla körsetken geldi sizlerge. Körsetler dep gitmen çünkü tefsili birden okumayman. Bu kitabımızda Ali İmran Suresi'nin tefsiri vakı. Ondan keyin 4. pare. 4. pare tugep, 4. pareden Nisa Suresi yine, Nisa Suresi'nin bir kısmı. 5. pare. 5. pare de çıkargan asaslık mezmunlar. Şeyhte görsenler budur. Anın maqsım, anın 6. pare. Bunlar yine müştakla közünü tutup ötüş bilen kupaylımı. Şimdi Al-İmran Suresi'nden başlayımız. Al-İmran Suresi. Al-İmran Suresi Medine'de nazil bolgan 200 ayetlik sürüdür. Bu sürünün 34. ayetinden 37. ayetlergacha bolgan bayanlar Hazreti Meryem'nin atısı İmran ve onun ailesi hakkında bolganlıktan sürünün ismi Al-İmran. Al-İmran yani İmran ailesi dep atalgan. Bu sürünün asaslık məqsidi müminlerini İslam aqidesine müstehkem turguzuş ve ehli kitabının, hususan Hristiyanların Muhammed Aleyhisselam ve Kur'an-ı Kerim hakkındaki bazı şek şübhelerge reddiye berişten ibarettir. Bismillahirrahmanirrahim. Elif Lam Mim. Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم. Tercümesi Nâhayet şefkatlik, tolumu mihriban Allah'ın ismi bilen başlayayım. 1. ayet. Elif Lam Mim. Bu xildeki harflerinin bayanı Bakara Suresi'nin başında ötdü. 2. ayet. Allah'tan başka hiç qandaq ilah yoktur. Allah hemişe teriktir. Hemen idare kılıp turgucudur. 3. ayet. 3. 4. ayetler. Ey Peygamber, Allah sana özünün ilgirki kitaplarının rastlığa guah bolğuç kitap, yani Kur'an'ı hikmet bilen tedrici nazil kıldı. İlgiri kişilerge yol körsetkiç kılıp
Tevrat bilan Injilni nazil qilgan edi. Endi bo'lsa haq bilan batilni ayirg'uchi Qur'onni nazil qildi. Sheksizki Allohning oyatlarini inkor qilganlarga qattiq azob bor. Alloh g'olibdir, kofirlarni jazolag'uchidir. 5-oyat. Sheksizki osmondagi va zamindagi hech narsa Allohga maxfiy emasdir. 6-oyat. U sizlarni balyotqidagi chig'inglarda o'zi xohlagan shaklga kirgizadigan zotdir. Allohdan boshqa hech qanday iloh yo'qdir. Alloh g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. Nazil bo'lish sababi. Mufassirlarning bayon qilishicha, yuqorqi oyatlar Najrondan Payg'ambar alayhissalomning huzuriga kelgan xristianlar hayiti haqida nazil bo'lgan. Najron hozirgi Saudiya Arabistonining g'arbiy janubiga joylashgan shahar bo'lib, Yaman bilan chegaralandi va Saudiya Arabistonining 13 shahrining biri hisoblandi. İslamdan ilgari bu rayonda xristianlar ko'p sonliqni egallaydi. Hozir ko'p sonliqni Shia mazhabining İsmailiy tarmoqi egallaydi. Öz vaqtida Najron xristianlardan 60 kishilik bir hay'at Payg'ambar alayhissalom bilan munoziralash uchun Madinaga kelgan. Ularning orasida qabila mo'tvarlari, ulamolari va nopuzli kishilardan tashkillangan 14 kishi bor edi. Ularning orasida muhim 2 odam bor edi. Ularning biri qabila oqsoqoli bo'lib, ismi Abdul Masih edi. Qabiladagilar uning maslahatini olmay ish qilmaydi. Yana biri bu hay'atning mas'uli bo'lib, ismi Ayham edi. Bu ikkisi Payg'ambar alayhissalom bilan munozirlashgan. Payg'ambar alayhissalom ularga iymon etinglar deganda, ular biz sendan burunli iymon etib bo'lgan deydi. Payg'ambar alayhissalom ularga yolg'on aytyapsizlar. Sizlarni iymon etishdan to'sgan narsa sizlarning Allohning bolasi bor deb da'vo qilishinglar, kirsga cho'qinishinglar va cho'chqa go'shtini yeyishinglardir deydi. Ular agar Isoning otasi Alloh bo'lmasa, undaqda uning otasi kim deydi. Shuning bilan ularning hammasi Payg'ambar alayhissalom bilan Iso to'g'riliq munoziralashga tushib ketdi. Payg'ambar alayhissalom ularga sizlar bolaning otasiga o'xshaydiganligini bilmamsizlar deydi. Ular albatta bilamiz deydi. Ondan Payg'ambar alayhissalom ularga Allohning mangulik hayot ekanligini va hech o'lmaydiganligini, ammo Isoning mangulik emasligini bilmamsizlar deydi. Ular albatta bilamiz deydi. Payg'ambar alayhissalom ularga Rabbimizning hammani boshqarib va hamma jonliqqa rizq berib turadiganligini bilmamsizlar deydi. Ular albatta bilamiz deb javob beradi. Ondan Payg'ambar alayhissalom ulardan Iso mushlarning birasini qila olamdi deb so'raydi. Ular yo'q, qila olmaydi deydi. Payg'ambar alayhissalom ularga Rabbimiz Alloh Isoni onasining qornida o'zi xohlagan shaklda yaratgan zotdir. Rabbimiz yemaydi, ichmaydi, hojatga bormaydi. Shundoq emasmi deydi. Ular albatta shundoq deydi. Payg'ambar alayhissalom ularga Isoning onasi Maryamning boshqa ayollarga o'xshash Isoga homildor bo'lganligini, ondan boshqa ayollar tuqqandek uni tuqqanligini, ondan Isoning boshqa bovoqlarga o'xshash o'z onasini emganligini, ondan boshqa bolalarga o'xshash yeb-ichib va hojatga berib cho'ng bo'lganligini bilmamsizlar deydi. Ular albatta bilamiz deydi. Ondan Payg'ambar alayhissalom ularga bundoq bir qandoq sizlar gumon qilgandek iloh bo'lsin deydi. Shuning bilan ular jim bo'lib qoladi. Shu munosabat bilan Alloh taolo Al-Imron surasining 5-dan boshlab 80 dan ko'proq oyatni nazil qilgan. Tafsiri. Alloh taolo bu surani islom dinining eng asosli aqidasi va uli bo'lgan tavhid, ya'ni Alloh taoloning bir ekanligiga ishonish aqidasini o'ttirg'a qo'yish, Alloh taologa shirk keltirgan azg'unlarning e'tiqod sistemasidagi o'ydirmalarni fosh qilish va ularga ajallik raddiya berish bilan boshlagan. Alloh taolodan boshqa e'tiqod qilishga, ibodat qilishga va ulug'lashga loyiq haqiqiy iloh yo'qdir. Uningdan boshqa qo'rqishga, bo'ysunishga, tayinishga loyiq, kishilarga foyda ziyon yetkazishga qodir biror saltanat egasi yo'qdir. Koinot va uningdagi barliq mavjudotning yaratuvchisi va parvarish qiluvchisi yagona Alloh taolodir. Alloh taolo hamisha hayot bo'lib, uning hayotining boshlanishi yoki tuganishisi yo'qdir. Osmon, zamin va ulardagi barliq shaylar uning parvar va idora qilishi bilan mavjud bo'lib turmoqda. Xristianlarning Iso Allohdir degan safsatasining yolg'on ekanligining oddiy bir dalili shuki, Iso alayhissalom yaratilishdan burunmi osmon, zamin va ulardagi shaylarning mavjud ekanligi ochiq haqiqatdir. Undaqda ularni kim yaratgan?
Ularning nizam sistemlari buzilmasdan qanday davomlashib kelgan? Ularni kim idora qilib kelgan? Tabiiyki, ularni yaratgan va idora qilib turayotgan zot Alloh taolodir. Ularni oxirgacha idora qiladigan zotmi yana Alloh taolodir. Alloh taoloning mavjudligining boshlanishi bo'lmagandek, uning oxirlashadigan vaqtimi yo'qdir. Chunki Alloh taolo hamisha hayotdir, hargiz o'lmaydi. Halbuki İsa alayhissalom Alloh taolo yaratgan bir insondir. U hargiz iloh emas. Ey payg'ambar, sana nazil qilingan Qur'on Karim va sendan ilgirki payg'ambarlarga nazil qilingan Tavrat, Injil qatorliq kitoblarning hammasi Alloh taolo tarafidan kelgan samoviy kitoblardir. Alloh taolo buningga o'z ilmi bilan guvohlik berdi. Farishtalarga guvohlik berdi. Qur'on Karim ilgirki payg'ambarlarga berilgan samoviy kitoblarning Alloh taolo tarafidan kelgan Alloh taolo tarafidan nazil qilingan haq kitob ekanligiga guvohchidir. Chunki Qur'on Karim mazkur xabarlar va bishoratlarga muvofiqlashgan holda kelgan samoviy kitobdir. Ey ahli kitob, Alloh taolo ilgari Musa alayhissalomga Tavratni, Isa alayhissalomga Injilni nazil orqali kishilarni hidoyatga da'vat qilgan. Sizlarga ma'lumki, Alloh taolo Isa alayhissalomdan burun va keyinmi vahiylarni nazil qildi, shariat belgiladi. Sizlar e'tiqod qilgandek Isa alayhissalom iloh emas. U faqat boshqa payg'ambarlarga o'xshash o'z navbatidagi bir payg'ambardir va Alloh taoloning bandasidir. Ahvol mundaq tursa, sizlar uni qanday iloh deb olasizlar? Alloh taolo Muhammad alayhissalomga haq bilan botilni ayirg'uvchi haq kitob Qur'on Karimni nazil qilish bilan birga kishilarga haq bilan botilni, to'g'ri bilan xatoni, yaxshi bilan yomonni ayirib beradigan aql bilan vijdonni ato qildi. Halbuki Isa alayhissalom bir banda. O kishilarga aql yoki vijdon ato qilguvchi emas. U qanday iloh bo'lsin? O'zining Allohga banda ekanligini hamisha tilga olib kelgan va ilohlik sifatlardan biror sifatga ega bo'lmagan bir bandani qanday iloh deb olasizlar? Ey ahmoq munozirachilar, sizlar bunday munoziralaringlar bilan aql va mantiqning chek-chegarasidan chetnab ketdinglar. Alloh taoloning yekigani ekanligini, kamoliy sifatlarini va cheksiz ilm hikmatlarini bayon qilgan ro'shan oyatlarni inkor qilgan kofirlarga Alloh taoloning dargohida qattiq azob uqubatlar bor. Chunki mundaq kofirlar Alloh taoloning oldida hisob berishni unutgan holda haqiqatni bilib turib inkor qilgan va uningga dushman bo'lib o'ziga zulm qilganlardir. Ey xristianlar haydi, sizlarmi bu sapsatlik munoziralaringlar sababli mushriklardan sanalasizlar. Chunki sizlar İsa g'aybni biladi, shuni u ilohdir degan so'zinglar bilan Alloh taologa shirik keltirgan va İsa alayhissalomga osiylik qilgan bo'ldinglar. Iloh uchun osmon va zamindagi hech qanday bir narsa maxfiy emas. Halbuki İsa alayhissalom g'ayblarni emas, balki o'zining boshiga keladiganlarni bilmaydi. U qanday iloh bo'lsin? Sizlarning İsa atining vasitasiz dunyoga kelganligi uchun u iloh bo'lishga va Allohning o'g'li bo'lishga tegishlidir degan gapinglar ne aqlga, ne mantiqining qonuniyatiga uyg'un kelmaydigan sapsatidir. Chunki birovning atining vasitasiz dunyoga kelishi uning iloh bo'lishiga turtki bo'ladigan bo'lsa, ne atining, ne anining vasitasiz dunyoga kelgan Odam alayhissalom iloh bo'lishga İsa alayhissalomdan bekrak haqliq emasmidi? Ammo amaliyat undaq emas. İsa va Odam alayhissalom qatorliqlarning hech biri iloh emas. Ularning hech biri ilohlik da'vosidami bo'lgan emas. Chunki ular Alloh taoloning bandalari va payg'ambarlaridir. Mahluqot qaysi tarqida yaratilgan bo'lsin, ular baribir Alloh taolo yaratgan mahluqot qatoridan chiqib ketolmaydi. Yaratuvchi zot ularni qanday usul va qanday shakl bilan yaratishda mutlaq ixtiyor egasidir. Alloh taolo insonni onasining bolayotqusidagi chig'ida o'zi xohlagancha shakllantirdi. Halbuki İsa alayhissalom biror jonliqni yaratgan emas. Balki u onasi Hazrati Maryamning qo'rsig'ida Alloh tarafidan shakllantirilgan bandadir. Anadan tug'ilgan bir inson qanday iloh bo'lsin? Alloh taolodan boshqa hech qanday iloh yo'qdir. Alloh taolo birdir.
Barlıq mövcudat onunğa muhtajdır. O birer məxluqatqa ata bo'lishdan albatta ustun va mundoq tuhmatlardan albatta pokdir. O hikmat bilan ish qilg'uchi yakka yagona ilohdir. Muhim nuqtalari. Birinchi, alif lam mim. Ma'nisi muayyan bo'lmagan harflardan bo'lib, ko'pchilik mufassirlarning qarashicha Allah Taala bu harflar bilan o'z vaqtidagi arab adabiyotining yuqori pallasiga yetgan mag'rur arablarga jang e'lon qilib, go'yo ularga mundoq degan: "Ey arablar, Qur'onning o'qishini ijod qilishdan nima uchun ojiz keldinglar? Halbuki uning oyatlari alif lam mim qatorliq arab alifbosini tarkib topgan emasmi? Shundoq turibmi uning o'qishini ijod qilishdan ojiz kelgandan keyin nima uchun uning inson so'zi emas, balki Alloh taoloning so'zi ekanligiga ishonmaysizlar?" Ikkinchi, Alloh taolo birdir. Uning hech bir shirki yoki bolasi yo'qdir. Uchinchi, kainat va uningdagi barliq shaylarning yaratuvchisi va boshqaruvchisi yagona Allohdir. To'rtinchi, Qur'on Karim Alloh taoloning so'zidir. Beshinchi, Qur'on Karim ilgirki samoviy kitoblarning aslisini e'tirof qiluvchidir. Oltinchi, Musa alayhissalomga berilgan asli Tavrat bilan İsa alayhissalomga berilgan asli Injil Alloh taolo tarafidan kelgan samoviy kitoblardir. 7. Qur'on Karimning haq ekanligini inkor qiluvchilar oxiratda qattiq azobga duchor bo'lg'uchilardir. 8. Alloh taolo koinotdagi hamma ishdan va hamma narsadan to'liq xabardordir. Hech qanday shay uningga maxfiy emasdir. 9. Alloh taolo insonni onasining baliqsidagi chig'ida o'zi xohlagan shaklga kirgizuvchidir. 10. Alloh taolo har qanday ishda g'olib va har bir ishni hikmat bilan qilg'uchidir. Ma'nisi aniq va ko'p ma'nolarga dalolat qiladigan oyatlar. Bismillahirrohmanirrohim. Huvallazi anzala alaykal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutashabihat. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. Tercümesi 7. ayet. Ey Peygamber, Allah sana Kur'an'ı nazil kılgan zattır. Onun da muhkem ma'nisi aniq ayetler var ki, ular Kur'an'ın asasıdır. Yine başka müteşabih, yani köp ma'nolarga dalolat qiladigan ayetler var. Dillerde egrilik bo'lgan kishilar fitna qo'zg'ash va o'z ra'yi bo'yicha tushuntirish uchun uningdagi mutashabih ayetlarga ergashadi. Halbuki bundaq ayetlarning haqiqiy ma'nosini faqat Alloh biladi. Ilmni to'shqanlar aytadiki, uningga ishondik, hammasi Robbimiz tarafidan kelgan. Buningdan faqat aql egalarilar pand nasihat oladi. 8. ayet. Ular yana shundoq deydi: Ey Rabbimiz, bizni hidoyat qilgandan keyin dilimizni to'g'ri yo'ldan burib etmagin. Bizga dargohingdan rahmat ato qilgin. Chunki sen bakma ato qilg'uchisan. 9. ayet. Ey Rabbimiz, keladiganligida qilchi shak bo'lmagan qiyomat kunida kishilarni to'plag'uchisan. Shaksizki Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. Tafsiri. Hristiyanlar Qur'on Karimdagi innamal masihu İsa ibn Meryem Rasulullahi ve kelimatuh elqaha ila Meryem ve ruhum min
Yani Mesih, Meryem oğlu İsa faqatla Allah'ın peygamberidir. Allah'ın Meryem'e düşürgen kelimesidir. Allah tarafından bir ruhtur degan ayetga o'xshash degan ayetga o'xshash siyaqadan İsa alayhissalomning boshqa insonlarga o'xshamaydiganligi ifodani qiladigan ba'zi oyatlarni dalil qilib turib, İsa Allohning o'g'lidir. U uch ilohning biridir deydigan safsatlarini ilgari surishga uringanda, Alloh taolo ularga raddiya berib, Muhammad alayhissalomga nozil bo'lgan Qur'on Karim oyatlarining ko'pinchisining ma'nosi aniq, birli ma'niga dalolat qiladigan, ba'zisining ko'p ma'nolarga dalolat qiladigan, maqsad qilingan ma'nosini Alloh taolo o'zi biladigan oyatlar ekanligini bayon qilgan. Muhkamatun, ya'ni ma'nosi aniq oyatlar deganimiz birli ma'noni ifodalaydigan oyatlar deganlik bo'lib, halol haromni, ibodatlarni, shariatning belgilamalarini, vaz nasiyatlarni bayon qilgan oyatlarga o'xshash. Masalan, va qada robbuka alla ta'budu illa iyyahu va bil validayni ihsana. Ya'ni Rabbim faqat o'ziga ibodat qilishinglarni va ota-onalarga qilishga tegishli xizmatni voyaga yetkazib qilishinglarni farz qildi degan oyatga o'xshash. Şu ma'nodan boshqa ma'nolarni ifodalamaydigan oyatlardir. Bunday oyatlar Qur'on Karim oyatlarining ko'pchiligini va asosini tashkil qiladi. Mutashabihat, ya'ni ko'p ma'nolarga dalolat qiladigan oyatlar deganimiz, dalolati birli ma'noga qartilgan emas, ko'plagan ma'nolarni ifodalashi mumkin bo'lgan, faqat ma'nosi aniq bo'lgan oyatlar orqali maqsad qilingan ma'nosini bilgili bo'ladigan oyatlar deganlikdir. Masalan, ba'zi surlarning boshlanishiga g'aybga munosabatli oyatlarga o'xshash. Demak, ko'p ma'nolarga dalolat qiladigan oyatlar Ar-Rahmanu alal arshi istava, ya'ni Rahman Allah arshning ustiga o'rladi. İsa alayhissalom haqida nozil bo'lgan ve kelimatuhu elqaha ila Meryem, ya'ni Allohning Meryemga tushirgan kalimasidir degan oyatlarga o'xshash lafzidagi ochiq ma'nosidan boshqa ma'nolarni ifodalaydigan, haqiqiy ma'nosini Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydigan oyatlardir. Ko'p ma'nolarga dalolat qiladigan oyatlarning ba'zisi, ya'ni shu mavzuda nozil bo'lgan ma'nosi aniq oyatlar orqali tushuniladi. Masalan, Nisa surasidagi va ruhum minhu, ya'ni Alloh tarafidan kelgan bir ruhdir degan oyatning ma'nosi Zuhruf surasidagi in huwa illa abdun an'amna alayh, ya'ni u İsa faqat biz payg'ambarlik niyatimizga erishtirgan bir bandadir degan oyat bilan tushunilganiga o'xshash. Alloh taolo Najrondan kelgan xristianlar hayitiga qayib deydiki, u xristian munozirachilari, ey xristian munozirachilari, sizlar Qur'on Karimdagi ma'nosi insonlarga aniq emas, ko'p ma'nolarni ifodalaydigan oyatlarni eslab olib, bu oyatlarni o'zinglarning safsatlarini bozorga silish uchun dalil keltirishga uringan yerda nima uchun yana shu Qur'on Karimdagi lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi va lil malaikatul muqarrabun, ya'ni Mesihmu, Allah'a yakın periştlermu, Allah'a bende bo'lishdan hergiz baş tortmaydi degan ma'nosi aniq oyatga ishonmaysizlar. Nima uchun Qur'onning hammasiga iymon keltirmaysizlar? Haqiqatdan burilib, botilga ergashgan kishilar Qur'on Karimdagi ma'nosi insonlarga aniq emas oyatlarni o'zlarining nafsi xohishiga muvofiqlashtirib, ta'vil qilish orqali kishilar orasida fitna qo'zg'ash, dinda shak paydo qilish, imoni ojiz kishilarni ozdirish qatorliq o'zlarining razil g'arazlarini ishga oshirishga tirishadi. Sizlar shundoq buzg'unchilarning qatoridan sanalsizlar. Sizlar munozira orqali haqiqatni izlashni emas, balki haqiqatni burmilashni ko'zlaysizlar. Chunki sizlar kishilarni ozdirish xiyolida bo'lyapsizlar. Alloma Qurtubi mufassirlarning va ma ya'lamu ta'wilahu illalloh والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب degan oyatning tafsiri haqidagi ixtilofini bayon qilib mundaq degan. Ulamolar "Var-rasihuna fil ilmi" degan so'z oldingi "va ma ya'lamu ta'wilahu illalloh" degan so'zdan mustaqil so'zmi yoki oldinqisiga bog'lanishliqmi degan masalada ixtiloflashgan bo'lib,
Köp sonliq ulamalar bu so'zni oldingisini mustaqil deb qaragan. Ular İbn Ömer, İbn Abbas, Ayşe, Urve İbni Zübeyir, Ömer İbni Abdülaziz raziyallahu anhumlardır. Ular ayetning "Ve ma ya'lamu ta'vilahu illallah" degan yeri to'xtab, "Ve rasihuna fil ilmi yaqulun" degan keyingi qismini ayrim o'qiydi. Buning ma'nosi ilmni to'shqanlarning ilmi "Amanna bihi kullun min indi robbina" degan yergacha bo'ladi deganlardir. Allama Tabari Malik ibn Anas'tan bunun o'xshash so'zni rivoyat qilgan. Ko'p sonliq ulamolar "Ve ma ya'lamu ta'vilahu illallah" degan yerda to'xtab, "Ve rasihuna fil ilmi yaqulun" degan oyatdan boshlab o'qish lozimligini ta'kidlaydi. Ammo Mujohid qatorliq ba'zi ulamolar oyatni to'xtamay o'qishni, ya'ni "Ve ma ya'lamu ta'vilahu illallah ve rasihuna fil ilmi yaqulun" deb ulab o'qishni afzal ko'rgan. Chunki ular bunday oyatlarning ma'nosini Alloh o'zi biladi. İlimni to'shqanlarmi biladi deb qaragan. Mazkur oyatni to'xtab o'qish lozim deydigan ulamolarning yana bir dalili shuki, ilmni to'shqanlar ko'p ma'nolarga dalolat qiladigan oyatlar to'g'riliq "Amanna bihi kullun min indi robbina", ya'ni uningga ishondik, hammasi Robbimiz tarafidan kelgan deyish orqali ko'p ma'nolarga dalolat qiladigan oyatlarning maqsad qilingan ma'nosini Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydiganligiga, garchi o'zlari boshqalarga nisbatan ko'proq bilsa-mu, yana Alloh taolo maqsad qilgan ma'nolarni bilishdan o'zlarining ojiz keladiganligiga, o'zlarining iqror ekanligini ifodalagan. Allah Teala'nın ularni alayda tilg'ayib maqtashidagi sababmi, ularning oyatlarining aql va ilm bilan belgili bo'ladigan qismiga kifoya qilib, ma'nosi insonlarga aniq emas oyatlarning va g'aybga munosabatli masalalarning haqiqatini Alloh taologa topshirganligi va bizning Alloh taolo tarafidan nozil qilinganligiga chin dilidan iymon keltirganligi uchundir. Yuqorqi oyatning keyingi yerimini ulab o'qiganda ma'nosi insonlarga aniq emas oyatlarning haqiqiy ma'nosini Alloh taolo bilgandek, ilmda to'shqanlarmi biladi degan tushunchani ifodalaydi. Shunga ular ehtiyot yuzidan bu oyatni ulab o'qishni muvofiq ko'rmagan. Oyatni yuqorqi o'rinda to'xtamasdan ulab o'qishni afzal ko'radigan ulamolarning dalili shuki, Alloh taolo ma'nosi insonlarga aniq emas oyatlarni dinning ko'rsatmasiga xiloflik qilib, o'z xohishi bo'yicha tavil qilg'uvchilarni ayblagan. Ammo ilmni to'shqanlar ayblanganlarning qatoridan emas. Chunki bular Alloh taolo ato qilgan ilm, ma'rifat, ilhom va aql farosatlar bilan ma'nosi odatdagi insonlarga aniq emas oyatlarning maqsadlarini tushunadi. Mana bu payg'ambar alayhissalomning Ibn Abbos radhiyallohu anhuga duo qilib, "Allohumma faqihhu fid-dini va allimhu ta'wil", ya'ni "Ey Allah, uni dinda alim qilgin, uningga tafsir ilmini bildirgin" deganligining siri edi. Shunga Alloh taolo yuqorqi oyatda ilm egillarini tilga elish orqali boshqalarning ularni taqlid qilishini rad qilgan. Bu masalada har ikki tarafning o'z ra'yini kuchlantiradigan dalillari bor. Ammo ko'p sonliq mufassirlar oldingi ulamolarning qarshini kuchlantirgan. Savol: nima uchun Qur'oni Karimda ma'nosi insonlarga aniq emas oyatlar o'rin olgan? Halbuki Qur'oni Karim bütün insoniyatning to'g'ri yo'lga hidoyat tepish uchun nozil qilingan kitobdir. Ahvol bunday ekan, uning oyatlarining hammasining ma'nosi aniq va ochiq bo'lishi kerak emasmidi? Javob: Qur'oni Karimdagi ma'nosi aniq oyatlar dinning asosidir. Bunday oyatlar mutlaq ko'plikni tashkil qiladi. Bu ma'nosi aniq oyatlar islom dinining bütün masalalarini bayon qilib berish uchun yetarli bo'lgan bo'lsa-mu, Alloh taolo o'zining hikmatiga asosan insonlarga ko'p ma'nolarga dalolat qiladigan ma'nosi aniq emas oyatlarni nozil qilgan. Bugun bu tafsir Javharlar kitobining 2-chi tomidan mushlik o'qiyman. İnşallah davomini keyingi kunda, ya'ni erta